16-yil majburiy maydonga tushgan savollarni tezasini olib ko'rib chiqamiz. Ani ko'paytirar ekanmiz. Demak, 1 plyusdan 10 taqsimda 100 ko'paytirilgan 1 plyus minusdan 10 taqsimda 100 bo'ladi. Endi mana shu narsani ko'paytirsak, demak javobimiz bu kelib chiqadi. Demak, 1.1 ko'paytirilgan 0.9. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, hop 99 bilan 0.99. Demak, javobimiz 1% ga kamayadi. Ya'ni buni foizga o'tadigan bo'lsak 99% bo'ladi. Keyingiga o'tamiz. Demak, 5 burchakli prizmani yoqini ishlar. Demak, biz bilamizki, prizma uchun esa demak o'sha 5 burchaklikka 2 qo'shiladi. Shunday 7 bo'ladi. 3-savolga o'tamiz. Hisoblangan 0.24 dan 0.4 ga bo'ladigan bo'lsak, buni hop kasrga o'tkazib olamiz. 24 taqsim 100 ko'paytirilgan, ya'ni aniqroq bo'lingan 4 taqsim 10. Demak, bitta aylantiramizda 24 taqsim 100 ko'paytirilgan 10 taqsimda 4. Qisqartiradigan bo'lsak, bu yoqda 6 qoladi, bu yoqda 10 qoladi. Demak, javobimiz 6 ekan. Hop, 4. 24 sonining natural bo'luvchilar yig'indisi NBY 24 ekan. Xo'sh, endi birinchi navbatda 24 ni ko'paytirishga ajratib olsak, hop 2 ni 3-darajasi ko'paytirilgan 3 ni birinchi darajasi. Demak, NBY ni topadigan bo'lsak, 2 ni 4-darajasi minus 1 taqsimda 2 minus 1 ko'paytirilgan 3 ni 2-darajasi minus 1 taqsimda 3 minus 1. Hop, 5-savolga o'tadigan bo'lsak, endi buni hisobga olib qo'yamiz. Bunisi 15 ko'paytirilgan, demak 8 4 ekan. Demak, javobimiz 6. Demak, katta va kichik demak qismlari ayirmasi bizga ko'rinmay turib 80 sm deb berilgan ekan. Demak, biz uni 480 sm deb olamiz. Shu narsa bizga 5x minusdan 2x bo'ladi. Demak, 3x barobar nima ekan? 480. Demak, x barobar bizga 160 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, bizga kichik raqam uzunligi so'ralgan ekan. Bizga kichik raqamimiz 2x ga teng bo'ladi. 90 bo'ladigan bo'lsa, 90 plyusdan bitta burchak 70 ekan. Xo'p, plyusdan shu 4-burchak x. Demak, 4-burchak ichki burchaklardan bo'lsa, 360 tengligidan x ga topolamiz. Bu yoqda x teng, demak nima ekan? 120 ga teng kelib chiqadi. Xo'p, 7-savol. Barcha raqamlardan foydalanib tuzilgan eng katta 10 xonali sonning minglar xonasidagi, demak, raqamni toping. Demak, eng katta bo'ladigan bo'lsa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Demak, minglar xonasida 3 turadi. Demak, javobimiz ajoyib. Kontentdan yo'qotib qolmasligicha bizning sahifamizga obuna bo'ling.